بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. alloh taoloning madadi bilan sizlar bilan ramazonga tegishli bo'lgan bir kitobdan dars o'qiyotgandik. alloh taolo mana shu qilayotgan darslarni davom etsin. alloh taolo bilmaganlarimizni bildirsin. alloh taolo bilganlarimizga amal qilishni tavfiq bersin. alloh taolo qilayotgan amallarimizda va so'zlayotgan so'zlarimizda o'zi ixlos bersin. Mana bugun Jumada Saniyda 10-kuni. alloh taolo hammalarimizni Ramazon oyiga yetkazsin. O'tgangi darsimizda ikkinchi bahsda, ikkinchi mavzuda Ramazonning fazilatlari haqida dars boshlagan edik. To'xtalgan joyimizdan davom etkazib boshlaymiz inshaalloh. Sheyx bir salloha keltiradi. Fil jannati babun yadkhul minhu illa soimun yawmal qiyamah. Jannatda bir eshik bor deydi. Qiyomat kunida ana shu jannat eshigidan bironta bir inson kira olmaydi deydi. Bironta bir inson kira olmaydi illa soimun, faqatgina soimun, roza tutgan odamlar ana shu eshikdan kira oladi deydi. Mana sallohani keltirib Sheyx Payg'ambar alayhisolamdan bir hadisni dalil qilib keltiradi. An Sahal radhiyallohu anhu ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Sahal radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna fil jannati baban yuqalu lahu." Payg'ambar alayhisolam aytdilar, albatta jannatda bir eshik bor, yuqalu lahu, ana shu eshikni ar-Rayyan, ar-Rayyan deb aytiladi dedi. Demak, jannatda bir eshik bor, bu eshikdan bironta bir inson kira olmaydi, illo roza tutgan odamlar jannat eshigidan kiradi. Faqat roza tutgan odamlar uchun xos. Bu jannat eshigining ati nima ekan? Jannat eshigining ati ar-Rayyan, Rayyan deb nomlanar ekan. Yadkhulu minhu soimun yawmal qiyamah. Payg'ambar aytibdiki, ana shu eshikdan qiyomat kuni roza tutgan odamlar kiradi deyapti. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghayruhum. Ular bilan birga, ana shu roza tutgan odamlar bilan birga ulardan boshqa birontasi kira olmaydi jannat eshigidan. Yuqol ayna soimun. Qiyomat kunida bir nido qilib aytiladiki, roza tutishlar qayerda deb aytiladi. Fadkhuluna minhu, ana shu roza tutgan odamlar ana shu jannat eshigidan kirishadi. Fa iza dakhal akhiruhum, ularning oxiri kirgan paytda ughliqa, ana shu Rayyan jannat eshigi yopiladi. Hamma roza tutgan odamlar kirgandan keyin alloh taolo bizlarga nasib qilsin. Falam yadkhul minhu ahadun. Ana shu eshikdan keyin birontasi kira olmaydi. Rawa Buxoriy va Muslim. Buxoriy Muslimdan rivoyat qilingan hadis. Hadisdan bir qancha foyda olishimiz kerak. Birinchisi, mana bu Rayyan jannatiga Rayyan deb nomlangan mana shu eshikdan faqat qiyomat kuni roza tutgan odamlar kiradi. Demak, biz shu hadisdan har bir inson o'zi bir foyda olishi kerak. Demak, inson roza tutishga ko'p rag'bat qilishi kerak. Payshanba, dushanba kungi rozalar va undan tashqari ayyamul bit deydi. Oyda o'rtasida tutilgan rozalar, nafl rozalar, shu rozalarga inson ko'p odatlanishi kerak. Roza tutishda insonga ko'p yaxshiliklar bor. Oxirat yaxshiliklari va dunyo yaxshiliklari bor. Juda ham ko'p insonga yaxshiliklar bor roza tutishda. Mana shu yaxshiliklar, oxirat yaxshiliklari bittasi mana bu jannatda Alloh subhanahu va taolo bir jannat yaratdiki, u eshikni nomini Rayyan deb nomladi. U eshikdan faqat roza tutgan odamlar ana shu eshikdan kiradi. Undan boshqa bironta bir inson eshikdan kira olmaydi. Va qiyomat kunida ana shu jannat eshigining oldida ayna soimun, roza tutishlar qayerda deb nido qilinadi deyapti. Mana shu jannat eshiklaridan faqatgina roza tutgan odamlar kiradi. Ular oxiri kirgan paytda jannat eshigi yopiladi. Undan keyingi birontasi kira olmaydi. Alloh taolodan umid qilib qolamiz. Alloh taolo hammalarimizni mana shu Rayyan jannat eshiklaridan Alloh taolo hammalarimizni chaqirib
chaqirganda boshqa hadislarga keladi, atlarni aytib palonchi deb chaqiradi. Ana chaqirayotgan paytda Alloh taolo bizlarni ham ismlarimizni aytib chaqirishlik Alloh taolo nasib qilsin. Fa fi hadal hadis fadilatun siyam va karamatu soimin. Mana bu hadisda hozir o'qigan hadisimizda ro'zani fazilati bor bunda. Ro'za tutishlikka targ'ibot fazilati bor. Karamatu soimin va ro'za tutgan odamlarda hurmati bor. Ular hurmat e'tibori bor. Men ro'za tutgan odamlar Alloh subhanahu va taolo dunyoda hali inson hayotdan o'tmasdan ro'za tutib yuradigan bo'lsa, shunday xabarlar berilyapti. Hurmat qilinyapti. Ertaga Alloh taolo sizlarga payg'ambar alayhisalom muborak ovozlar bilan aytganlar. Alloh taolo ro'za tutgan odamlarga mana bunday bir jannat yaratdi. U jannat eshigidan hech kim kelmaydi. U jannat eshigi rayon deb ro'za tutgan odamlarning hurmat ikromi bor, ya'ni qiyomat kunida. Yana bir salloha keltiradi. 3-salloha siyam yushaffi'u li sahibi yawmal qiyamati hatta yadkhulahu Allohu al-janna. Ro'za qiyomat kunida ro'za tutgan odamni shafaat qiladi. Hatto Alloh taolo uni jannatga kirgizgunga qadar. Hatto jannatga kirgunga qadar ro'za tutgan odamni ro'za shafaat qiladi. Bunga hadisda dalil qilib keltiradi. An Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani li'abdi yawmal qiyamah." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ro'za va Qur'on u ikkisi qiyomat kunida bandani shafaat qiladi. Ro'za tutgan odamni va Qur'on o'qigan, Qur'on yodlagan va Qur'onning ma'nolarini bilgan, tadabbur qilgan, Qur'on bilan hayot kechirgan odamlarni qiyomat kuni Qur'on shafaat qiladi. Yaqulu siyam, ro'za aytadiki: "Ey Robbi, ey Robbim, mana'tuhu ta'am va shahawat fin nahar." Ey Robbim, men u insonni kunduzlari shahvat va yeb ichishdan tiyib qo'ydim dedi. Ro'za tutsangiz, yeyishdan va shahvatlardan inson o'zini saqlaydi. Nima sababdan? Ro'za. Ro'za sababdan inson shunday bo'ladi. Chunki ro'za qiyomatni Alloh huzurida shafaat qilib aytadiki, men bu insonlarni tiyib qo'ydim, taom yeyishdan, shahvatdan tiyib qo'ydim dedi. Shaffi'ni fi. Ana shu inson borasida men shafaatni qabul qil dedi. Ro'za aytadi. Va yaqulul Qur'on aytadiki: "Mana'tuhu an-nawma bil-layl." Ey Robbim, men bu bandayni kechalari uyqudan tiyib qo'ydim dedi. Mana Qur'on xodimlari Qur'onni tadabbur qilgan, Qur'onga muhabbati bo'lgan, Qur'onni yodlashga harakat qilgan, Qur'on ma'nolarini bilib, shunga intilib harakat qilgan odamlar, nima ekan shunda bir foyda olishimiz kerak. Mana hadisda mana'tuhu an-nawm bil-layl. Kechalari uyqudan tiyib qo'ydim deyapti. Demak, kechalarda bir qismlarda inson Qur'on bilan, ya'ni Qur'onni dars qilib, Qur'on bilan mashg'ul bo'lishi kerak. Alloh taolo hammalarimizni mana shunday qilsin. Qur'onni xodimi qilsin Alloh taolo, Qur'onga xizmat qiladigan. Va shafi'ni fi. Qur'on aytadiki, ana shu odam borasida meni shafaatim qabul qildi. Qala yushafa'an, u ikkisini shafaati qabul qilinadi. Ay yushaffi'uhumulloh fi yadkhuluhu al-janna. Yadkhuluhu al-janna. Ya'ni Alloh subhanahu va ikkisini shafaatini Alloh taolo u ikkisi Allohning huzurida shafaat qiladi. Qur'on va ro'za. Va jannatga kiradi keyin. Mana shu Qur'on o'qigan va ro'za tutgan odamlar nima u jannatga kirgizadi, ya'ni ro'za shafaat qiladi va jannatga kirgizadi. Ana shu jannatga kirgunga qadar shafaat qilib turadi Allohning huzurida. Demak, ro'za tutishlikka juda ham mahkam bo'lishimiz kerak va undan tashqari Qur'on o'qishlikka ham, Qur'on ma'nolarini bilishlikka, Qur'on bilan yashashlikka inson harakat qilishi kerak. Qur'onda ko'p tadabbur qilishimiz kerak Qur'onda. وهذا القول يحتمل أنه حقيقة بأن
يجسد ثوابهما يخلق الله فيه النطق والله على كل شيء قدير يحتمل أن يوكل ملكا يقول عنهما. Mana bu yuqoridagi hadis Qur'on va ro'za. U ikkisiga Alloh taolo savob beradi. Ana shu savob haqiqatan Alloh subhanahu va taolo bir jismli qilib qo'yadi Alloh taolo. Buni kayfiyatini Alloh taolo o'zi biladi. Boshqa hadislarda ham kelgan. Qur'on va ro'za o'tiga jonli narsa bo'lib insonni shafaat qiladi. Jonli narsa bo'lib shafaat qiladi deb aytilgan. Qiyomat kuni biz o'qigan Qur'onimiz va tutgan ro'zamiz o'ta jonli shaklda kelib shafaat qiladi bizga. Buni kayfiyatini Alloh taolo o'zi biladi. Alloh taolo ana shu Qur'on va ro'zaga Alloh taolo nutqni yaratib qo'yadi. Yaxluqulloh fihi an-nutq. Alloh taolo gapiradigan qilib qo'yadi. Mana yuqorida hadisda aytdik, Qur'on bilan ro'za gapiryapti. Ey Robbi mana'tu ta'am va shahawat bin nahar deyapti. Qur'on aytadi, ro'za aytadi. Ya'ni ro'za aytayaptiki, men uni kunduzlarida yeb ichishdan va shahvatdan tiyib qo'ydim deb Alloh taolo huzurida bizni oldimizda turib gapiradi. Bizni shafaat qiladi. Alloh taolo unga nutqni gapirishni Alloh yaratib qo'yadi. Allohu ala kulli shay'in qodir. Inson qanday bunday bo'ladi deb o'ylanishi mumkin. Allohu ala kulli shay'in qodir. Sheyx mana bu oyat zikr qilyapti. Alloh har bir narsaga qodir. Alloh subhanahu va taolo biron bir narsaga muhtoj bo'lmaydi, qodir bo'lib qolmaydi. Qodir bo'lishdan Alloh subhanahu va taolo pok. Har narsaga Alloh taolo qodir. Alloh subhanahu va taolo avvaldan qodir bo'lgan, hozir ham qodir, abadiy qodir bo'ladi Alloh taolo. Har narsaga qodir. Allohu ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo har bir narsaga qodir. Har bir narsa, katta bo'lsin, kichik bo'lsin, har bir narsaga Alloh taolo qodir. Yahtamil anna yuwakkilu malakan yaqulu anhuma. Yuqorida sheyx haqiqatan Alloh subhanahu va taolo ro'za bilan Qur'onni Alloh taolo bir jonli shaklda Alloh taolo yaratib qo'yib, gapirtirgizib qo'yadi deb aytdi. Va yana ikkinchi so'zda aytayaptiki, Alloh subhanahu va taolo u ikkisiga bir farishtani nima qilib qo'yadi, vakil qilib qo'yadi. Bir farishtani vakil qilib qo'yadi, yaqulu anhuma, ikkalasi haqida u gapiradi keyin. Yuqoridagi so'zlarda ana shu farishta gapirib beradi deb ham aytilgan ekan. Ikkala rivoyat ham bor. Ikkala rivoyat ham bor. Ya'ni xuddi bir jonli shaklda bo'lishiga ham va bir farishta vakil qilib qo'yishiga ham. Farishta keladi-da, Qur'on bilan ro'zani oldiga u ikkisi nomidan gapiradi keyin farishta Alloh huzurida. Ikki holat ehtimoli ham bor. Allohu a'lam. Alloh taolo hammalarimizni soimlardan qilsin Alloh taolo va Alloh subhanahu va taolo Qur'onga xizmat qiladigan xodimlardan qilsin Alloh taolo va bizlarni avlodlarimizni ham Alloh taolo Qur'onga xizmat qiladigan xodimlardan qilsin. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarimizni davomli qilsin. Alloh taolo hammalarga dunyo va oxirat yaxshiliklarni bersin. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni Ramazon oyiga Alloh taolo yetkazsin.